Guys, today we are having meeting, our first meeting with top 100 uni Samarkand group ambassadors, right? And this is Shahina. Qadrdonlar, mana bu bizlarda birinchi marta yangi jamoa bilan top 100 uni loyihasi Samarqandda ikkinchi komanda yig'ildik, ya'ni ikkinchi session bo'lyapti hozir bizda. Xo'p, endi hozir bizda trend olmoqchimiz. Men hozir telefonni komandadagi eng pozitiv odamga beryapman. Men hozir telefonni komandamizni blogeriga beryapman. Men hozir telefonni jamoamizdagi eng yaxshi listenerga beryapman. Listener. Men hozir telefonni guruhimiz lideriga beryapman. Men hozir telefonni guruhimizning eng yosh a'zosiga beryapman. Men hozir telefonni komandamizning eng такой скромныча odamga beryapman. Men hozir very important personga telefonni beraman. Xo'p, bugun bizda birinchi meeting edi. Keyingi meetingga uchrashguncha. Mana bugun biz Samarqand top 100 uni jamoasi bilan birinchi syomkaga keldik. O'tgan safar meeting bo'lganda, bugun xudo xolisa syomkani boshlaymiz. Bu kishi Shahina. Random bu kishi Shahina. Shahinani meni ham podpiskalarim beradi, biladi. Постоянно storiesda bor desam, mana bizada yangi jamoa. Ana. Hop, javob keldi. Thank you. This is for you and this is not the last one, bro. Guys. Hop, bizda bu soat cheklangan, shunaqasi. Hop, rasmlar sizga udillari. Hop, va bizni ko'ra qaytamizda. Hop, Murodjon. Do'stimiz sizga. Неожиданно. Sizlarda bor. Sizlarda bor. Eski nurlar. Qarang. Pasta borib yo'qlanadi. Besamen. Da. Bizlar bugun 8-may Top Uni Samarqand jamoasi bilan trend olmoqchimiz. Xo'p, men bu jamoaga qo'shilishimdan oldin hech qachon soat 5 da, ertalabki 5 da meeting uchun uyg'onmaganman. Xo'p, men bu jamoa bilan ishlaguncha hali hech bunchalik Samarqand kelmaganman. Men bu jamoaga qo'shilishdan oldin sovg'a olib bunchalik xursand bo'lmaganman. Men bu jamoaga qo'shilishdan oldin mas'uliyatni teng bo'lishadigan jamoa a'zolarini ko'rmaganman. Xo'p, men bu jamoagacha mediada, boshqa media sectionda unchalik yaxshi experience yig'maganman. Men bu jamoagacha 2-3 marta ko'rishgan odamlarim bilan hech qachon bunaqa yaqin bo'lib ketmaganman. Men bu jamoadan yangi video taklif qilsak, который кто опаздывает на 5, на 3 часа. Xo'p, bo'lmasam
Bu video tarixga muhrlanadi. 8-may 2023-yil. Top Unit jamoasi. Tog'dana kafesi.